Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım, hammalarning shu vaqti ve bununki vaqt hayırlı olsun. Bugün biz tadbiriya isim dersleri 9. dersimizde Garip bilen Şarq aralıqida İslam degan qo'limdagi bunu Uyghur tercüme merkezi tarafidan nashr qilingan kitapni KG20'de dağılmıştırımız. Kitapın avtori merhum Devlet Erbabı Ali İzzet Bigovuş'a ait. Kitapın tercümesini Adil Er Uyghur kardeşimiz tercüme kılan. KG'nin mavzu 2. bab medeniyet ve kültürde insana karşı terakkiyatla degan mezmununu birlikte ügünümüz canım dostlar. Hidrogen bombasının icatçısı Amerikalı alim R. Oppenheimer'nin qarashiga asaslanganda insaniyet yaqinqi 40 yil ichida vujudga chiqargan texnikalik ve maddi taraqqiyotlar buningdan burunqi 40 asrda yo'qotib qo'ygan taraqqiyotlarga solishtirganda texmi ko'p ekan. 1900 yıldan 1960 yılgacha insaniyet besib o'tgan musofa 10'ning 26'ga nisbatidan 10'ning 40'ga nisbatiga erishgan issiqlik energiyasi 10'ning 5'ga nisbatidan 10'ning 11'ga yaqin 11'ga yetgan. Aldığımızdaki 30 yıl içinde bataryalik elektrik motorlar, porşinlik motorlarının, atom bilen hareketlendiğin paraxutlar, par bilen mağınıgan paraxutlarının ornunu alıdı. Jen Rostand biyologiya sahasida alamşumul neticelerinin kolgu kildiğalık hakkında haber vermekte. Yuqori iqtidorlik insonlardan ilingan gen sayesinde insaniyet özünü özgerteyleydi. Deoksiribonukleotit yani oksigensizlangan ribo yadro kislotasini sun'iy holatda ishlab chiqarishga muvaffaq bo'la olsa, cheksiz imkoniyatlar yaratqili bo'ladi. Her qandaq adam arzusuga mos holda farzand ko'radigan bo'ladi. 10 milyard hücresi bo'lgan inson mingisiga sirtdan urilish yoki alayda usullar bilan ishlab chiqarilib, necha milyard hücre ilova qilg'ili bo'ladi. Beden a'zolarini ko'chirish operatsiyasi odatda ish bo'lib qoladi. Menga charchashning alomatlarining ximiylik sabablari bayqalmoqda. Ömrünün uzartılışına o'xshash insoniyatning azaldan bo'lib kelgan arzusi uyqu soatining qisqartilishi bilan amalga oshib qilishimi mumkin. Taraqqiy topgan davlatlarning iqtisodiy sharoitlari hozirdan boshlabla xizmat haftasining ko'rinarli darajada qisqartilishiga ruxsat qilyotdi. Va haftalik xizmat qilish vaqti yaqinda 30 soatga, xizmat yili bo'lsa 9 ayga qisqartilishi mumkin. 1965 yılı AQSh'da yani Amerika Qo'shma Shtatlarida 69 milyon avtomobil, 60 milyon televizor ve 7.7 milyon motorlu qiyiq ve kater bar idi. Şu yılı Amerikalıklar yalğız sayohat qilish ve dam olish uchun 30 milyard dolar sarf qilgan. Bu raqam Hindistonning milliy ishlab chiqarish umumiy qiymatiga to'g'ri keladi. Amerikada xususiy kirimlarning 1/5 moddiy narsaning halovatini surish, ya'ni hashamatchilik uchun sarf qilinmoqda. Bir istatistikalik ma'lumotga ko'ra, boy davlatlar girim buyumlari uchun yilda 15 milyard dolar sarf qildi ekan. Mazkur davlatlarda turmush saviyasi 1800 yillarga solishtirganda 5 hassa oshgan ve 60 yıldan keyin kunimizga qaraganda yana 5 hassa eshishi mumkin. Bundaq umidvorlik to'lgan bir manzaraga asosan bunu sualni so'rab baqayli. Butkul bu hodisalar hayotning 5 hassa baxtli bo'lishi
insani bo'lishi va ma'nilik bo'lishidan derak beradi. Javob shuki, derak bermaydi. Dunyoning eng boy davlati bo'lgan AQShda yilda taxminan 5 million qatim og'ir jinoyat sodir qilinadi. 1960 yil bilan 1970 yil o'rtasida og'ir jinoiy qilmishlarning eshishi nüfus ko'payishi qaraganda 14 hassa ko'p bo'lgan. 1964 yili bu davlatda har 25 minutda bir qatim bosqinchilik voqeasi, har 5 minutda bulangchilik, her minutta bir avtomobil o'g'irlash voqeasi yuz beradi. Bu ma'lumot FBI'ning yillik dokladidan ilingan. Bu yerde kishini endişeге saldigan muhim xusus umumiy mayillikdir. Federativ Germaniyada 1966 yili 2 million qatimliq jinoyat enga ilingan. 1970 yilga kelganda bu raqam 2 million 413 mingga yetgan. Angliyada yaqinqi 10 yil ichida qasddan odam o'ldirish jinoyatlarining soni 35% oshgan. Shotlandiyada aldash va bulash jinoyatchilari 100% oshgan. Kanadada 1962 yil bilan 1970 yil orasida odam o'ldirish voqealarining soni 2 hassa ko'paygan. Yaqinda olib berilgan xalq rayoni sinash tekshirishida Fransuzlarning kundalik masalalarga doir tizimligining 5iga yıl arasında 177% oshgan. Fransa hukumatining rasmiy doklati. Belgiyada 1969 yildan 1978 yilgacha jinoyat soni 2 hassa ko'paygan. 1973 yili sentabr oyida Belgradda chaqirilgan xalqaro jinoiy ishlar yig'inida jinoiy qilmishlarning dunyo har qaysi joylarida intayin tez sur'atda ko'payishi hozirgi davrning eng asosli alohidalik sifatida birdek qabul qilingan. Amerikalik jinoiy ishlar mutaxassislari bu ishning sabablarini izohlaganda dunyoning jinoyat okeani ekanligini, barliq insonlarning ozdir ko'pdir jinoyat sodir qilib turdiganligi va buningga biror choraning ko'rilmaganligini o'ttirib qo'ygan. 1970 yili dunyoning vaziyati haqida sarlavhasi bilan Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından e'lon qilingan dokladda ismi aniq yozilmagan ma'lum bir davlatda saqchilarni eng ko'p avora qiladigan 20 yoshdan kichik bolalarning sonining 1955 yilida 1 million bo'lgan bo'lsa, 1965 yilga kelganda 2 million 400 mingga yetganligi qayd qilingan. Birleşken Devletler Teşkilatı baş katibi bir dokladda mundaq deydi. Eng taraqqiy qilgan davlatlardan ba'zilari jinoiy qilmishlarning ta'siriga og'ir darajada uchirmoqda. Moddiy taraqqiyotning aksicha inson hayoti hech qachon bugünkidek ahamiyatsiz bo'lib boqmagan. Bu jinoyatning kengayishi shaxsiy yoki umumga qarshi elib berilgan shakllari bilan o'g'rilik, aldamchilik, qaqti-soqti qilish, suiiste'mol qilish va tashkillik elib berilgan jinoyatlar zamonaviy turmush shakli va taraqqiyot uchun to'langan og'ir bedelning natijasi xolos. BDT baş katibining jinoyatlarning oldini olish va taqobil turish kurishi haqida 1972 yilning oxirida e'lon qilingan dokladdan ilindi. Sovet ittifoqilik ruhiy kasalliklar mutaxassisi Ne Xodakov tadqiqotida 2. Dünya urushidan keyin umuman taraqqiy topgan davlatlarda aroqning qo'rqinchli darajada kengayib ketganligini ko'rsatib berdi. 1940 yildan 1960 yilgacha dunyo miqyosida aroq iste'moli 2 hassa ko'paygan. 1965 yilgacha 2,5 hassa, 1970 yilgacha 4,3 hassa ve 1973 yılga kelganda 5,5 hassa oshgan. Aroqning ayol va yoshlar orasida keng tarqalishi
alayda diqqat qo'zg'aydigan ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Angliyalik The Offered Help nomli yordamsuyarlar tashkilotining bergan ma'lumotiga ko'ra, Angliyada 400 mingdek haroq iste'mol qiluvchi bor bo'lib, buning 80%ni ayollar tashkil qiladi ekan. Bularning ichida har ikkisidan biri ruhiy kasalliklar mutaxassisiga berib ko'rindi ekan. Har 3 kishining biri bo'lsa, o'zini o'ltirib olishga urindi ekan. Kishi beshiga haroq ichish nisbati bo'yicha qaraganda birinchi o'rinda Fransiya turdi. Uningdan keyin qolsa Italiya va Sovet ittifoqi keladi ekan. Haroq sababidan kelib chiqqan o'lim voqealari nuqtasidan dunyo tizimlikida G'arbiy Germaniya 100 ming kishiga 44.3 o'lim voqeasi to'g'ri keldi, ya'ni oldin o'rinda turdi. Arqadan Fransiya, ya'ni 35 to'g'ri keldi ve Avustraliya 100 ming kishiga 30 kishi to'g'ri keldi ekan. Kunimizda haroqqa birilish asosan boy va o'qigan tabiqalarning masalasiga aylanib qoldi. Agar haroq yoki zaharli chekimlik bir panoh yoki qo'g'dinish mexanizmisidan biri bo'lib qolgan taqdirda, u vaqtida boylar va o'qigan tabiqalar acaba qaysi narsalardan nijotlik tilar yoki qaysi narsalardan saqlanar? Burun haroqqa birilish nomrodlik va qaloqlikdan kelib chiqatdi. Şuna bir az ümidimiz var idi. Ama günümüzde bo'lsa qiyinchiligimiz intayin egir. İzahlash ve isim qo'yish intayin qiyin sebeplerden bu ijtimoiy baloy ofatlarning alomatlari Shvetsiyada boshqa har qanday davlatga selishtirganda intayin ro'shan holda o'ttirg'i chiqmoqda deb yozadi ma'lum bir Shvetsiyalik yozuvchi. Her 10 Shvetsiyalikdan birining haroqqa birilib ketishdek ochiq reallikqa duch kelgan Shvetsiya hukumati haroq qatorliq mast qilg'uvchi ichimliklarga zo'r miqdorda boj qo'yib, bu marazdan qutulishga urinib kelgan. Biroq bu tadbirning unumi yo'q deyarlik bo'lgan. Yaqinqi davrlarda eqib yurgan shahvoniy narsalar, kino, kitob, resim, asarlarning istilasının yıltızi herhalde okşaş. Fransiya, Daniya ve Federatif Germaniya qatarlıq en medeni devletler bu sahada aldın qorunda turdu. 1975 yılı Fransiyada barlıq kino filmlerinin 20'nin köpürekini şehvani filmler teşkil kılattı. Parij'nin üzüdüla 250'de kinoxana məxsus bu xildeki filmlerinin makanı bulup kalgan ki. Tonulgan ruhi kasalliklar profesörü Blanchard bu hadisini mundaq izahlaydı. Mevcut ideologiya bargan siri insanni özlükünü mehrum qilib, insanni avtomatik bir turmuş şekliga, yani uxlash, qatnash, xizmat formulasıga ko'ra yetaklamekte. Gerçi bezkur formula, yani prinsip, muayyen turmuş seviyesi bilen ta'minlisimi, biroq insanni haqiqiy turmuş tecrübesi ve hayacanlardan mehrum kaldırdı. Her nerse burun tayarıldı, hatta yıllık seyahatine aldın urullaştırıldı. Ve her nerse iştirakçılar hiç kandak özgertiş kürgüzenmeydiğen derecedeki bir planga uygun halda elip verildi. Bu sebepten köpünçe adam özünün kaçış ve başkaçı bir nersini əzan yol bilen sınaq qılıb bəqişqə ihtiyac his qılıdı. Bu ihtiyac dəl şəhvani filmlər vasitəsi bilen suistimal qılınmaqda. Mədəni dünyada qımarma oxşaş şəkildə tərəqqi qılmaqda və harakkeşlik, şəhvani nəsələr, saxta sənət və heç qandaq qımmeti bolmağan nəşriyyatçılıq qatarlıq balayı afətlər bilen birlikdə umumi paskiliçilikning izidən mangmaqda. Dünyanın en çoğun kımarxanaları en medeni devlet ve rayonlarda faaliyet edip barmakta. Mesela Deauville, Monte Carlo, Aumin, Las Vegas qatarlıq şehir ve rayonlar, Atlanta şehrinde 6000 kımarvazını bir zalga sığdıralaydigan derecedeki çoğun bir kımarxana silinmaqda. Məlumatlara göre Fransızlar
1965-yili qimarda 115 milliard frank. Amerikaliklar bo'lsa 1977-yili 15 milliard dollar. Amerika hukumatining bergan ma'lumotiga ko'ra sarf qilgan. Her 3 vengriyalikdan biri lotereya biletiga pul xarjlaydi. Kishi bashiga sarf qilingan pullarga ko'ra hisoblaganda qimarga eng ko'p berilib ketish Shvetsiyada ko'rilmoqda. İsrail ve Daniya Shvetsiyaning izidan mangmoqda. New York saqchisining doklatiga ko'ra 1963-yili New Yorkda heroin ve boshqa kuchli zaharli chekimliklarga xomar bo'lib qolgan 23 bin yosh anga ilingan. Taxminlarga ko'ra bu son 100 mingdan ko'p ekan. New Yorkdagi Hantahir to'liq o'rta maktab o'quvchilarining 20 dan ko'proqi nasha chekadiganligi aniqlab chiqilgan. Nasha texnik kuchli zaharli chekimliklarga o'tish yo'lida tunji qadam hisoblanadi. Doktorlarga ve cemiyetlik işbirliği qarab, Amerikalik yoki Fransuz, yani 1968-yili yoshlarning isyonini siyosiy ve ideologik sisteminin neticesi deb qarash tamamen xato hisoblanadi. Isyonning axloqiy tarafi kuchli bo'lib, Amerikada tashkilotlangan Amerika degan narsaga Fransiyada qurilmalashgan yoki sistemlashgan, yani her iki davlatda madaniyatning muayyen ifadeleri qarab yüzlengen. Ogola Malta. Yaşlarının bu isyani sanaat cemiyetinin ihtimalçılık ahlakı karşılık görüşünden ibaret idi deydi. Bayaşatçılık işideki bu isyanga mantıqlıq izah tepilmağaçqa sebepsiz isyan degenden birildi. Yaşlarının mantıqsız isyani A.Mel Yukis. Eğer meselenin əxlaqi tərəfi itibarı elinməsə, bu izah toğra hesablanıdı. Zamaniyu Amerikanın ən yaxşı düşüngənlərdən biri bolğan Arthur Miller, buruqtumluq məzgilidəki ballarının cinayətki mayillik haqqında toxtalğanda bunularını deydi. Cinayət sadir qılğanlarının ortaq bir alaylıqı var. Künü intayin buruqtumluq işidi ötüdü, ətinin kəşkiçi lağaylap yürüdü ve hayattan hiç qandaq ümit kütmeydi. Ölümge yakın turdu. Yaşlarının cinayet sadir qilishga mayilliqi yalğız çoğ şəhərlinla meselesi emas. Yezilarning mo meselesidir. Yalğız kapitalist cemiyetil emas, aynı vaqtda sosyalist cemiyetning mo meselesi hesablanadi. Yalğız namratlik bilan münasebetlik bo'lmasdan bayaşatçılık bilan mo yaqindan münasebetlik. Bir millet yoki köşmenler meselesi veya ki Amerikalıklarınla meselesi emas. Ben şunun oturluq işinimen ki cinayet hazırki şekli ve karakteri bilen insan eziz ve şereflik məxluq degen ideyani yok kılgan teknolojinin məhsulatıdır. Qısqası ruh yok bolğan idi. Belki iki dünya uruşunun vəhşiliki onu dünyamızdan qoqlab çıxargan buluşu mümkün. Yoki texnologiyalik jarayonning o'zila onu insonning ishidan sug'urib elib buluşu mümkün. Köpligen kişi kemdin kem boshqalar bilan munosabat ishida bo'ladi. Xaridor bilan sotquchi, ishchi bilan xo'jayin, boy bilan kambag'al o'rtasidagi munosabat mustasno. Qisqasi bir-birini haqiqiy hurmatlaydigan ikki shaxs o'rtasidagi samimiy munosabatlardan farqli bo'lib, faqat qarmoqqa vasita sifatida ishlatilgan unsurlar o'rtasida o'zaro munosabatlar bo'lsin, xolos. Özünü öldürüp eliş vakaları bilen ruhi kasalliklarning sonining madaniyat seviyesi bilen 10 tanasip buluştuk reallıkni qandaq izohlash mumkin. Ma'lum bir Amerikalik psixolog psixiki jihatdan hayron qolarlik bo'g'ini bir odamning moddiy ahvoli qancha yaxshi bo'lsa, ish pushqumi shuncha ko'p bo'ladi deydi. Darvaqa klassik ijtimoiy masalalarning xoli bo'lgan taraqqiy topgan davlatlarda meydonga kelgan bu hodisa taraqqiyotga bo'lgan e'tiqodni, tashabbus qilingan prinsiplarni ostin-ustin qilmoqda. AQShda her 1000 kishidan 4'i
ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolanmoqda. New Yorkda bo'lsa 1005. Amerikada barliq doktorxonalarda karavotlarning 20 dan ko'pragi ruhiy kasal bo'lganlar tarafidan egallab olingan. Dunyoda ruhiy kasalliklar doktori eng ko'p bo'lgan shahar Hollywood. Amerika Səhiyyə Orqanının doklatiga ko'ra 1968-yildagi ma'lumotga har 5 amerikalikdan biri nervi ojizlik kasaliga giribdor bo'lgan yoki buningga yaqin holatga kelib qolgan. Tekshirish jarayonida savol so'ralgan kishilar 19 yosh bilan 79 yoshdagi 111 million amerikalikqa vakillik qiladigan darajada tanlangan. Özünü öldürüp olish voqealari, haraqqa berilish va ruhiy kasalliklar jihatdan rekord yaratgan Shvetsiya ayni vaqtda milliy daromad, ma'rif saviyasi, ishga urilish nisbati va ijtimoiy sug'urta ishlari qatorliq jihatlarda dunyoda oldingi qatorda turadigan davlat. 1967-yili 1702 kishi o'zini o'ldirib 1702 o'zini o'ldirib olish voqeasi anga ilingan. Bu 1966-yilga nisbatan 9%, hatto 1960-yilga selishtirganda 30% oshdi deganlikdir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 1968-yili özünü o'ldirib olish voqealarini asos qilib bir tizimlik rətlab chiqqan. Aldın qatarda o'rin olgan davlatlar tuvandikicha: Federativ Germaniya, Avstriya, Kanada, Daniya, Finlandiya, Vengriya, Shvetsiya va Shveysariya qatorliqlar. Mazkur davlatlarda 15 bilan 45 yoshdagilar uchun o'zini o'ldirib olish, yurak kasali va raqdan qasila 3-o'lim sababi hisoblanadi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın 1970-yildagi doklatiga ko'ra, ochiqdan ochiqlar bu hodisaning sanoatlashish, shaharlash bosqichi va oilalarning kichiklashishiga taqlid qilinganligi qayd qilingan. Mazkur dokladda buni natijama o'rin olmoqda. Finlandiyada o'zini o'ldirish voqealarining ko'pinchisi tushkunlik, ichimlikka berilish va aldash qatorliqlar asosan o'xshash nisbatda. Bu hodisani muayyan bir davlat yoki rayon doirasida analiz qiladigan bo'lsak, bu xoldagi voqealar taraqqiyot va madaniyat saviyasiga parallel holda eshib berayotganligini bayqaymiz. Yugoslaviyada ichimlikka berilish va o'zini o'ldirilish voqealari asosan taraqqiyotning darajasiga paralleldir. Angliya universitetlaridagi o'zini o'ldirib olish voqealarining soni davlat o'ttirish nisbatidan 6 hassa ko'p. Cambridge universiteti bo'lsa, o'zini o'ldirib olish voqeasining soni Angliyadagi o'xshash yoshdagi yoshlarning ichidagi sondan 10 hassa ortiq. Essex universiteti Səhiyyə İşləri bölümünün müdiri doktor Anthony Reilly'nin bu jihatdagi tadqiqot mevaları shuni ko'rsatib turibdiki, bu voqealarga moddiy qiyinchiliklar sabab bo'lmagan. Chunki Angliya o'quvchilari ya boy oilaning farzandlari yoki davlatdan o'qish puli oladi. Yuqorida tilga olingan o'zgarishlarni g'arb madaniyatiga xos deb hukm qilish tamoman xatodir. Bu yerda muhim bo'lgani madaniyat xarakterining ifodalaridan bo'lgan ishoratlar ve kanuni gücüdür. Amerika, Federativ Germaniya, Angliya ve Shvetsiya qatorliq davlatlar haqida deyilganlar o'xshash vaqtda dunyoning yana bir uchidagi ve tamamen farqli bir kültürge ega Yaponlar uchunmo kuchga ega. Anaski Yapon kültürünün buhrani. Bu hodisa shart sharoitga asosan o'zgarib turdi. Biroq moyillik va yuzlanish o'xshash. Yaponiyaga doir ba'zi farqli hodisalar Yaponiyaning kultur omillarining immunit kuchidan va Yapon oilasining mustahkamligidan kelgan. Mazkur hodisaning barliq sabablarini to'liq o'ttirib qo'yish haqiqatan qiyin. Tadqiqotchilar yoshlar orasida zaharli chekimlikning tarqalish hodisi ustida tadqiqot elib borganda diqqatini ko'proq yoshlarning oilalariga markazlashtirdi.
Yugoslaviyalik ruhiy kasalliklar mutaxassisi Vladita Jerotich mundaq deydi. Vayron bo'lish girdobiga berib qolgan yoki vayron bo'lgan ailening yosh a'zolarini zaharlik chekimlik chekishga va bu ahvoldan qochish yoki o'zini qutqizish uchun xato yo'llarga ittirdi. Kunimizda an'anaviy jamoat va oila qurilmasida mohiyat xarakterlik o'zgarishlar yuz bermoqda. Harvard Üniversiteti Cemiyetshunoslik tadqiqot markazi mudiri Roger Revel texnologiyaning insonga va jamiyatga bo'lgan ta'sirlarini tadqiqot qiladigan bir guruhining Amerika Davlat Majlisi doirasida qurilishini taklif qilgan edi. Yangi taraqqiyotlar va imkoniyatlar turkusida inson hayoti yana 30 yil texnik uzartilishi mumkin. Biroq bu ma'nisiz va zerikishlik bir hayot bo'ladi. Revel ashundoq debdigan qadrli qarindoshlar. Materializmda ilgari surilganining dal aksicha madaniyat va bayoshatchilik inson tabiatiga mos bir narsa emas. Ijtimoiy farq umuman protestant dinni qabul qilgan davlatlarga nisbatan katolik dinini qabul qilgan davlatlarda texnik ro'shan gavdalandi. İqtisadi farqlar Fransiyada Angliya va G'arbiy Germaniyaga solishtirganda 2 hassa, Gollandiyaga nisbatan 3 hassa ko'pdir. Biroq ruhiy kasalliklari va o'zini o'ldirilish voqealarining soni buning dal aksidir. İnsanning yaratilishi uchun ishlatilgan material 19-asrdagi bilim va takomul biologiyasining tasavvur qilganiga o'xshamaydi. İnsan faqat sezish ve anlaş organları bilenla yaşamaydı. Reallık'a aylanmagan arzu azap okubatını keltirip çıkırdı. Reallık'a aylanganı bolsa toklukka xatimin bürüdü. Schopenhauer. Rahat parağat ve onunla bağlıq boğan istimal xumar ideya her qandaq joyda yalğız dingi boğan sadaqatmenlikni emas, her qandaq qimmat ölçemleri ve sistemlerge boğan sadaqatmenlikni mo suslaştırıp ötüdü. Hatta yok qilib etishi mumkin. Hayatımızın haqiqiy ma'nisi bo'lish alayligidan mahrum bo'lgan madaniyat bakrak mavjudligimizning ma'nisiz bir qismiga aylanib qoladi. Madaniyatning ta'laysiz alayidligi bo'lgan tanlash imkonsizligi, qirg'uvchi qurollarning ishlab chiqarilishiga xotimi berish yoki madaniyat bayraktarlarının öz etrafındaki tabii hayat şartlarını yok qilish uchun elib bağlan kishini çüçütkidek derecedeki hareketlerini to'xtatishga amalsızlıqda ko'ringanidek hech qanday yerde oshkora ko'rinmaydi. Dal bu yerde inson hayotidagi mexanik bilan organik, sun'iy bilan tabiiy prinsiplar bir-biri bilan to'qinishidi. Braziliyada medeniyetinin taraqqiy qilishiga ergishib, ormanlarning fasillari har yili 10 bilan 15 kilometr qisqarmoqda va keng ketgan yeshil boyliqlar cho'llashib bormoqda. AQShda tatbiq suv manbalarining 80% sanoatdan chiqqan zaharlik moddalarning ta'sirida bo'lganib ketgan. Tennessee'ning Newtown shahrida mis iritish zavodlaridan quyib berilgan istiftak munbat zeminlardan 20 ming gektarlik rayonni cho'lga aylantirib etgan. AQShda zavodlar va avtomobillar har yili atmosferaga 230 million tonna zaharlik modda qo'yib berdi ekan. Fransiyada 1960-yili issiq yadro bazalari atmosferaga 114 tonna güngürt gazı qo'yib bergan. Amerikaning ba'zi shaharlarida o'pka rakidan o'lib ketganlarning soni yaqinqi 20 yil ichida yilda 50 gassa, Angliyada va Shvetsiyada yaqinqi 50 yil ichida 40 gassa oshgan. Tokyoda eng obat ko'chalardan biri bo'lgan Yanagada ustida diagnoz elib berilgan 49 kishidan 40ning yanada qo'g'ishim bayqalgan. Bununla motorluq vositalardan chiqqan gazlar sabab bo'lgan. Avtomobil ijod qilingandan keyin bu asarda yuz bergan urushlarda
hayotidan ayrilib qolganlardan texmi ko'p kishini o'ltirgan. Bu ma'lumot 1976-yili Parijda chaqirilgan qatnash yo'llarida bexatarlikka doir xalqaro konferensda Amerikalik qatnash yo'li mutaxassisi Norbert Timan bergan. Qani siz deb baqing, bu taraqqiyotdan qutulish mumkinmi? Madaniyatning o'z ishidan barliq masalalarga jang e'lon qiladigan har qanday bir kuch hozircha o'tirg'i chiqmayotdi. Buningdan boshqa madaniyat e'tirof qilgan qimmat o'lchamlari orasida qimmatsiz va sifatsiz nashriyot, shahvoniy buyumlar va ichimlikka birilish qatorliqlarga qarshi turadigan biror chora-tadbir o'tirg'i qo'yilmayotdi. Bu ahvol Amerikalik jinoiy ishlar mutaxassislarining jinoiy qilmishlarga qarata tutgan pozitsiyasida ko'rilgan ojizlik va taslimiyat hissidir, xolos. Bundoq qilib aytganda, bu bilimning ijtimoiy tarafidan sirt axloqiy tarafi bo'lgan baloyi ofatlar oldidagi chorasizlikdan boshqa bir narsa emas. Madaniyatga qarshi noroziliklar o'z ishidan emas, sirtdan, ya'ni kulturdan kelishi mumkin. Diniy axloqiy tarbiya va oila birga chiqish yo'li izlaydi. To'limi afsuski, hozirgacha na pan dindan nijotlik yo'li talab qilinmagan, na madaniyat an'anaviy oilani qabul qilinmagan. Madaniyat nuqtasidan butun yo'llar asosan itilib bo'ldi. İnsoniyatga qarshi taraqqiyot, insonga qarshi taraqqiyot degan mazmunni ko'rdik, qadrli qarindoshlar. Endi biz teatrning umidsizligi degan mazmunni ko'ramiz. Umidsizlikka to'lgan falsafalarning bizga dunyoning eng boy va eng taraqqiy qilgan rayonlaridan singib kirishi kishini haqiqatan o'ylantirdi. Esen, Heidegger, Meyler, Pinter, Beckett, O'Neill, Bergman, A. Camus, Anton Tio qatorliqlar. Tarixda umidvorlik bilan narsalarning tashqi ko'rinishiga qarab harakat qilgan ilm ahllari ko'p uchraydi. Biroq faylasuflar bilan san'atkorlar har doim ensizlik ichida, bo'libmi san'atkorlar. Meseleге yüzeyge qaraganımızda ümidsizlik, sug'urta ishlari va kishi beshiga tushgan milliy daromadning $1000 yetishi bilanla boshlanadi. 19-asrning oxirlari, 20-asrning boshlarida Skandinaviya falsafasi ümidsizlikka to'lgan edi. Mazkur falsafaga ko'ra, insonning taqdiri tragediya bilan oxirlashadi va biror chiqish yo'li tepish uchun ko'rsatilgan tirishchiliklar oxirgi hisobda bekorga ketadi va cheksiz bo'shliqqa singib ketadi. Mazkur falsafa savodliqlar faqat bo'lmagan davlatlarda o'tirib chiqqan edi. Yevropaning janubi o vaqtlarda baxtlik jaholat muhitida rahat farog'atni yashaydi. 1901-yili Bulgariya bilan Sibiriya savodsizlar nufusining 70%ni, İtalya'da 48%ni, İspanya'da 63, Vengeriyada 43, Avustralya'da 39%ni tashkil qiladi. Bunga qarab, dunyoda eng yaxshi sug'urta sistemalari bilan umidsizlik tuyg'usi o'tirsada biror munosabat bormidi deb so'ramay turolmaysiz. Moddiy jihatdan xotirjamlik tuyg'usi acaba ruhiy jihatda ezib ketish tuyg'usini keltirib chiqaramdi? Bu ahvol tashqi ko'rinishlik dinamizm oldida umuman ijtimoiy va siyosiy hayotning dinamizmi hisoblanadi. Turmushning aslitilgan ritmlari madaniyatning ro'shan xarakteridir. Ma'nisiz va mantiqsiz dramalar eng taraqqiy qilgan jamiyatlarda inson hayotining haqiqatga eng uyg'un tasviridir. Madaniy turmushning tashqi ko'rinishi rahat farog'at bo'lgan bo'lsa, ichki ko'rinishi intayin ma'nisizdir. Bu ahvol qanchalik rahat farog'at bo'lsa, shunchalik darajada ma'nisiz va nishonsiz bo'ladi. Ya'ni dialektikalik xarakterga ega.
Yana bir tarafda ibtidoiy jamiyatlar nomratlik va intayin ro'shan bo'lgan ijtimoiy farqlar bilan parchalangan bo'lishi mumkin. Biroq qo'limizdagi barliq dalil isbotlar ularning turmushini mo'llashtirgan va rangli qilgan kuchlik va cho'nqur hissiyotni isbotlab bermoqda. Darvaqa ibtidoiy jamiyatning adabiyoti bo'lgan folklor bizga ibtidoiy insonning favqulodda kuchli turmush shaklini va cho'nqur hissiyotini ko'rsatib berdi. Namrat bir jamiyat chorisizlik va ma'nisizlik hissiyotini bilmaydi. Madaniy millatlar o'z insoniy tragediyalarini teatr sahnasida bayqay oladi. Umidvorlik kayfiyati bo'lsa, komediyalar va modasi allaburun o'tib ketgan operalarda ko'p uchraydi. Rasmiy sahna asarlarida umidsizlik kayfiyati shunda quyuq. Teatr fanning madaniyatga qayta-qaytalab mangan mukammallik yuchqini izchil kamsitib kelgan. Fan mahsulotlarning mo'lligi bilan hassalab ishlab chiqarish, energiya va inson kuchi qatorliqlarga doir indekslar haqidagi ma'lumotlarni, uchurlarni har doim rahimsizlarcha tangudi. San'at o'xshash bir vaqtda insoniy g'iriblik, ilmiy va axloqiy namratlik, zulm, vahshiy va nachar narsalarga mudohala qiladi. Teatr boy bir dunyoda ve molluk ve kuch umumilashgan bir muhitda asosan tugudek urushqoq, nomussiz ve aciz insonni bayqab chiqadi. Şairlar insoniyatning eng sezgür antinalarıdır. Ularning qayg'u, g'amandisha ve gumonlarga asosan hukm qildigan bo'lsak, dunyo gumonizmga qarab emas, insonparvarlikdan xoli bo'lgan öz üzüge yatlışıqı qarab yüzlanayotgan bo'ladi. 1968 yılı Nobel Edebiyat mukofotiga erishgan Yasun Nari Kawabata 1971 yılı özünü o'ltirib olgan. Buningdan boshqa 1969 yılı dаңlıq Yapon yozuvchilaridan Yuki Mishinamu özünü o'ltirib olgan. 1895 yıldan itibaren 13 Japon roman yazgıcısı özünü öldürüp algan. Bu şəxslərin işide Rashomon'un muallimi Ryonosuke Agu Tabamu ba. 1927 yılı öldürüp algan. Japon kültürünün 70 yıl devam kılgan bu tragedisi garip medeniyet ve materyalizmlik ideyanın Yaponiyanın asaslı kültürüge sınıp kirayotgan vaqtiga to'g'ri keladi. Ahvol nima bo'lishidan qat'iy nazar, madaniyatning shoir va tragediya yozuvchilariga ko'ra, madaniyat har vaqt g'ayri insoniy chiqimi bo'ladigan, insoniyatga tahdid elib keladigan narsa hisoblanadi. Kawabata o'lib ketishdan burun mundaq degan: insonlar bir-birlaridan Simon tamlardan ayrılıp yaşamakta ve bu tamla her kandak insanlar oturusideki mehri muhabbetke tusalgı olmakta. Tabiat terakki kılış namı astıda boğulup kalmakta. Kawabata Qarliq Devlet namlıq romanı da 1937 yılı zamanıvi dünyadaki insanın yalğızlık ve g'iriblik hakkında alayda to'xtalib o'tgan. Günümüz medeniyetide bugünkü insanın körülgen barlıq qiyinçiliklari ve duş kelgan barlıq mag'lubiyatlariga kültürünün en nüfuzluq vekilleri asasen o'xshash şekilde baho berdi. Andri Malraux 20. asrning umid ve umidvorligining en oxirgi natijasi nima deb so'raydi ve bu savolga o'zi mundaq javob berdi. Natija xarobalikka aylangan ve qonga bulangan Yevropa to'limi afsuski yaratmoqchi bo'lgan inson üzülümü xarob ve qonga bulangan. 1946 yılda Birleşken Devletler Teşkilatı Fen Maarif Medeniyet Organi konferansida aşı gapni aytib o'tibdikan. Pavel Valerimo bunun o'xshash bir manzirini Birinci Dünya urushi oyoqlashib uzun o'tmayla suretlab bergan edi.
1919-yili mundaq yozgan edi. Birinchi Dünya urushidan eshib qolgan barliq narsalar ko'pikka aylangan Yevropa kultur xiyoliga va har qanday bir narsaning qutqizib olinish haqidagi idrok qobiliyetsizligiga doir isbotdir. Axloqiy his tuyg'ularida ro'shan gavdalangan va amaliy tadbiqning insoniy bo'lmasligi bilan muqaddaslikka dafsanda qilingan fan ig'ir darajada zaxmilangan, ammo zafar quchgan va xiyollar uchun mas'uliyat engi bo'lgan idealizm, xiyollar ko'pikka aylangan, ig'ir mag'lubiyatga uchragan, jinoyat va xatoliklar tufayli qattiq zarba yegan realizm, masxaraning obyektiga aylangan tamaxorlik va yalti ishlar, vaqtning o'tishiga ergishib bir-biriga aralashib ketgan diniy e'tiqodlar, kiristga qarshi kirist, hilalga qarshi hilal, chaqmoq tezligida arqa-arqadan maydon kelayotgan shiddatli vaqa hodisalar sababidan gangrab qolgan va mushukka o'yin, chashqonga o'lim degandek ideya va fikrlarimizni masxara qilgan gumonxo'rlar gumonlaridan ayrilib qoladi. Qaytadan topidi, yana ayrilib qoladi va oxirida o'z zihnlaridagi mexanizmlarni ishlatishdanmi unutilib qolishadi. Nihilizm hech nimaning ma'nosi yo'q deb qarash va bema'nichilik falsafasi dunyoning eng boy ve en medeniyetlik kısmının mahsulatidir. Mezkur felsefe nişansız dünya, ruhi cihetten veyran boğan insan, gaz kaçılarının teşkil tapkan cimcit dünya qatarlıklar hakkında toxtuludu. Bırak, o etrafqa zehir tarqıtıdığan bir felsefe mi emes. Əməliyyatda mənisi intayın çonqur ve ibretlik karakterge ega. Obrazı zid bir şekilde zoraygan ve terakki kılgan dünyaya karşı insanın bildirgen itirazı ve narazılıkның ifadesidir. Xalas. Nihilizm insanın tak linealik medeniyetlik dünyaya karşı isyanıdır. A. Camus, asi insan ve Herbert Marcuse, tak linealik insan degan kitaplardan ilinganken, bu ma'noni elib etganda nihilizm bazı insanlar tarafidan dinning bir shakli deb qaralgan. Ma'lum ma'noni elib etganda bu qarash asossiz emas. Her ikkilisi materializmni inkor qiladi va bu dunyoga o'xshash nuqtadan qaraydi. Mazarning yana bir tarafidan dunyoni kuzatish, insonga yot bo'lgan bir dunyo ishidan ümidsizlangan holda bir chiqish yo'li izlash her ikkisi de o'xshashdir. Camus Yatla degan kitobidan ilinibdi. İkisi o'rtasidagi farq nihilizmning chorasiz qoladi, yana chora topolmaydi. Din oldiga uchirganni qabul qiladi. Madaniyat o'zidagi bilim, kuch va boylik bilan insonning xushallik masalasini hal qilish jihatda mag'lubiyatga uchrashi muayyanlashib, hamma tarafidan qabul qilingan vaqtda bu ahvol insonga psixik jihatda ajoyib ta'sir ko'rsatadi. Bu jonlanishning va umuman qabul qilingan ba'zi asosiy ko'z qarashlarni qaytadan ko'zdan kechirishning dastlabki qadami bo'lib qoladi. Agar shunday ahvol ko'rilganda, tunji xatoliklar insonga munosabatlik ilmiy xatoliklarga doir bo'ladi. Muboda fan insonning xushallik masalasini hal qila olmasa, o vaqtda insonning yiltizi ve mənbəsi haqqidagi dini qarash haqiqat, ilmi qarash bo'lsa yolg'on bo'lib chiqadi. Uchinchi ehtimol bo'lish mumkin emas. Hamda nihilizm to'g'riliq to'xtalib o'timiz qadrli qarindoshlar. Nihilizm bilan din, yani miyadagi din degan gap religion degani shu, islom emas. Bak kitobning yozilish nimasi shukan, boshdalam to'xtalib o'tgan bu to'g'riliq. Nihilizm bilan din o'rtasidagi o'xshash nuqtalar ustida qayta to'xtalaylik. Zamonaviy nihilizmni madaniyat ichidagi bir xil diniy shakl deb qaraydigan qarashlar mavjud. Nihilizm Allohni inkor qilmaydi. O zamonaviy insonlarning hayotida Tangrining bo'lmasligiga yoki bekitga ko'ra inson
yo'qlikqa qarshi norozilik va isyondir. Bu qarash yoki pozitsiya inson va dunyo haqida ilmiylikdan bakrak diniy qarash tusini berdi. İlimde ko'zda tutilgan inson amaliyotda mumkin bo'ladi va demisimi vujudga chiqdi. Biroq oqibati o'lim bilan oxirlashadigan har narsa g'ayri insoniydir. İnson behuda bir narsadir degan Sartrening bu mashhur so'zi ma'no jihatdan dindir. Chunki materializmda ishtiyoq va behudalikdan so'z ochqili bo'lmaydi. Behudaligi bo'lmaganlik uchunla ishtiyoqdan eg'iz ocholmaymiz. Materializm ma'nisiz va behudalikdan allaburun o'zini qutqizib bo'lgan edi. Materializmda dunyo va insonning amaliy jihatdan g'oyasi bo'lgandan boshqa zoologik jihatdan funksiyasi bor. Behuda bir arzudan iborat degan qarash inson bilan dunyoning moslashish ichida bo'lmaydiganligidek ideyani o'z ichiga oladi. Her qandaq bir din dunyoga nisbatan radikal bir qarash bilan boshlangan. Sartrening behudaligi yoki Camusning bema'nichilikka cho'qim birer ma'no izlash shartdir. Bu izdenish dindan farqli holda muvaffaqiyatsizlik bilan oxirlashgan. Aslida bu izdenish diniy xarakterga ega. Chunki inson hayotining dunyoviy g'oyasi va funksiyasini rad qiladi. Allah'ni izlash nima bo'lishidan qat'iy nazar din deganlik bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, biraz og'zim qurib ketdi, bir suv ichib olay. Yani nihilizm, yani Nietzsche tepkidi o. Şunu orta koygan bir felsefesi, qadrli qarindoshlar. Materializmda dunyo va insonning amaliy jihatdan g'oyasi bo'lgandan boshqa zoologik jihatdan funksiyasi bor. İnson behuda bir arzudan iborat degan qarash inson bilan dunyoning moslashish ishida bo'lmaydiganligidek ideyani o'z ichiga oladi. Har qandaq bir din dunyoga nisbatan radikal bir qarash bilan boshlangan. Sartrening behudaligi yoki Camusning bema'nichiligiga cho'qim birer ma'no izlash shartdir. Bu izdenish dindan farqli holda muvaffaqiyatsizlik bilan oxirlashgan. Aslida bu izdenish diniy xarakterga ega. Chunki inson hayotining dunyoviy g'oyasi ve funksiyasini rad qiladi. Allah'ni izlash nima bo'lishidan qat'iy nazar din deganlik bo'ladi. Biroq har izdenish nishonga yetish, erishish va tepish deganlik bo'lmaydi. Nihilizm ümidsizlikdan iboratdir. Bu dunyo va tartib sababdan emas, bu dunyo va tartib sababidan emas, kainatta Allah yok degan ideya sebebidir. 23. surenin 114. ayeti Kur'an-ı Kerim deptu. Ma'nisizlik felsefesi ameliyatda ochiq aşkara din hakkında to'xtalmaydi. Biroq inson bilan dunyoning o'xshash o'lchamga asosan vujudga chiqmaganligini ilgari surdi. Xulosalab aytganda, eng oxirgi hukmidan sirt boshqa jihatlarda dini mahiyatda bo'lgan qarashni tashabbus qiladi. İnson nihilizm va dinga ko'ra bu dunyoga yotdir. Nihilizmga ko'ra inson bu dunyodan umidsizlangan holda g'oyib bo'ladi. Dinga ko'ra nijotlik yo'li uchun umidi bo'lgan bir mehmon. Albert Camus'ning tuvandagi so'zlarini umidsizlikka to'lgan bir odamning fikrlari sifatida tushunish mumkin. Xiyollari bilan chiqish yo'li birdilla yo'q bo'lib ketgan bir dunyoda inson o'zini bu dunyoga yot his qiladi. Chiqish yo'li topilmagan bir surgundur bu. Chunki ne yo'qitib qo'ygan joy haqida aslimlari bor, ne va'da qilingan tuproqlarga berishdek umidi yoki
Daraxtlar ishida bir tüp daraxt bo'lgan bo'lsam, o vaqtida hayotimning ma'nosi bo'ladi. Boshqa qilib aytganda, bundaq bir masala o'ttirg'i chiqmagan bo'ladi. Chunki men shu anda barliq idrokim bilan qarshi chiqayotgan dunyoning bir qismi, ya'ni bu dunyoning o'zi bo'lgan bo'latdim. Tangrining yo'qligi va insonning oqibatining o'lim bilan oxirlash idisi bo'lganligi uchunla har narsaga ruxsat qilinadi. Bu qarashning aqliyatchi mutafakkirlarning yuzaki dinsizligi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Aksicha, bu bayon Tangri izlash jarayonida holidan ketgan va Tangrini tepishdan ojiz kelgan bir ruhning tunjuqtirilgan bedduosidir. Bu ahvol ümidsizlikten kelib chiqqan ateizmdir. Ahlaki erkinlik meselesinde mevcutluq felsefesinin qarşı din bilen asasen o'xshab qoladi. Fransız ayol yozuvchi Simone de Beauvoir mundaq deydi: İnsan dastlabda hech bir narsa emas edi. Yaxshi yoki yomon bo'lishi o'ziga, ya'ni erkinlikni qabul qilish yoki rad qilishga bog'liq. O g'oyalarini erkinlik bilan cho'qim o'ttirib qo'ydi va hech qanday bir kuch, hatto o'lim bo'lgan taqdirdami, erkinlik vujudga chiqargan narsani qat'iy yo'q qila olmaydi. Agar o'yin boshdan mag'lub bo'lsa, o vaqtda tinmay kurash qilishga va har qanday xatarga tavakkul qilishga to'g'ri keladi. Bu nereden ilinib ekan desa, existentialisme et la sagesse des nations namlı əsərdə depte qadarlı qarindaşlar. Hatta Sartre'ye ilgili sürgen mevcutluğunun ziddiyetimi materializmin roşen inkarıdır. Ang işide vücutqa çıkan bir nersini, angның sırtıda vücutqa çıkan her qandaq nersi izahlayalmaydı. C.P. Sartre. Hakikaten mevcut bo'lgan her qandaq nersinin insan bilen insan o'ttirisida munosabat süpütüde mevcut bulduğanlıqını bizge tunutkan Hoyes Klos dramisi hakkında nime deyimiz? Yeni bo'lgan faqat istimnadır. Öz bo'lsa qadimidir, mahiyetini asallı iniqlab chiqqili bo'lishi mumkin degan izohni beribdi. Asi yaşlık, heppeler lağaylap yurduğan azgun yaşlar, bir cihetten mevcutluk felsefesinin devamı, emeli şekli ve tedbikidir. Asi yaşlık, iqiminin terakkiyatka karşı narazılık hareketi, çektin aşkal ve ma'nisiz bolsun mu, bu çoğun hizmet hesaplandı. Ve bu hizmet, mezkur iqimni devrimizden özgücü kültür hadisesi kılgan idi. Terakkiyatni red qilishning sababi bo'lsa, hech bo'lmaganda asosliq tashabbuslarda diniy xarakterga ega falsafa bo'lishi mumkin. Bu xoldagi madaniyatni tanqid qilish yoki qarshi turish iqimi madaniyatdan voz kechishni yoki inkor qilishni talab qilish deganlik emas. Madaniyatdan voz kechishga yoki inkor qilishga qat'iy mumkin bo'lmaydi. O bizning irodamizning xoli bir hodisidir. Mümkün ve çokum lazım bo'lg'ini medeniyet hakkındaki sirliq efsanelerini yok kılıştır. Bu dünyanın insanperverliğinin devamlışı için şart bulup kültürünün en çok vazifesini mi teşkil kılıdı. Depto Ustaz merhum Ali İzzet Bigoviç bu eserde. Hem de 3. bab sanat hadisi, sanat ve bilim diyendek mezmunlarını inşallah kiler saatlik yani 10. tedbiriye sin dersleri Garip bilen Şarık arlıqıda İslam degan bunu kitapninki qo'limizda tutgan keyingi saatlik dersimizde yani 3. babda başlamalımız qadrli qarindoshlar. 3. bab sanat hadisi degan bunun da qandaq mazmunlar bor ekan bir qarab baqayli. Sanat hadisi, sanat ve bilim, sanat ve din, sanat ve ateizm, sanatın konkret dünyası, sanatkar ve sanat eseri, uslub ve ünüm, sanat ve tenkit degan mezmunlar bakken bunun 2 saatlik ders kıldıklarımız inşallah.
Andan 4-bab axloq degan yerga keldik-miz. 10 inşallah 10, 11, 12. saatimizde. Ondan sonra Allah'ın özgü amanet bulunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatü kaderli kılındaşlar. Yaxşı görgən bolsanlar, başqalar bilan paylaşıb qoyunlar. Allah'ın özgü amanet.